Maftunkor O'zbekiston ijodiy guruhi Qashqadaryo viloyatining betakror manzillari bo'ylab sayohatini davom ettiradi. Bugun ko'zlagan manzilimiz va'da qilganimizdek maftunkor va betakror G'ilon qishlog'i. G'ilon O'zbekistonning janubiy qismida, Pomir Olay tog'larining g'arbiy yon bag'rida, dengiz sathidan 2300 metr balandlikda, Shahrisabzdan 80 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu yerda hozir 1300 ga yaqin xonadon bor. Ularda 6000 nafardan ziyod aholi yashaydi. Uzoq umr ko'rishning siri toza havo, go'zal tabiat, jismoniy mehnat, sog'lom ovqatlanish deyishadi. Ana shu qoida turmush tarziga singib ketgan G'ilon ko'chalarini aylanar ekanmiz, 80 dan sakragan, 90 bilan to'qnashgan, 100 bilan yuzlashgan boboyu momolarni tez-tez uchratamiz. Qishloqning eski uylari va tor ko'chalari juda ekzotik hissiyot beradi. Xonadonlarning deraza romlari va eshiklari orqali asriy va an'anaviy uslub hali ham saqlanib, qishloqning qadimiy qiyofasiga ertaknamo go'zallik baxsh etadi. G'ilonda qish odatda aprel, ba'zan may oyiga qadar davom etadi. Shu bois qishloq aholisi yozni kelayotgan qahraton qishga tayyorgarlik ko'rib o'tkazadi. Qishloq qo'riqxona bilan chegaradosh bo'lganligi sababli hamrohlarimiz qishloq ahli va bolalar uchun ekologik targ'ibot ishlarini muntazam olib borishadi. Hozir ham qishloqdagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida navbatdagi tadbirni o'tkazmoqda. Bo'lajak ona go'yo tog'larning o'zi ularga hayot baxsh etgandek, qoplonning homiladorlik davri 3 oydan sal ko'proq davom etadi va u 2-3 ta qoplonchalarni dunyoga keltiradi. Tog'larning ulug'vor qoyalari va o'rmonzorlarida yashirinib, qor qoploni o'z o'ljasini poylaydi. U chaqqonlik bilan kiyiklarni nishonga oladi va ular suv ichishga kelgan paytni kuzatadi. To'yib suv ichguncha qoplon xarsang toshlar va butazorlar ortida pisinib yotadi. Vaqti kelganda esa o'ljasiga hujum qiladi. Ming yillar davomida tog' toshlarning hukmdori bo'lib kelgan bu jonivor xalqimiz uchun ulkan milliy boylikdir. Uni asrab qolish har birimizning burchimiz. Hurmatli o'quvchilar, O'zbekiston teleradio kompaniyasining ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Qor qoploni haqidagi filmni birgalikda tomosha qildik va Qor qoploni haqida bugun sizlar ancha tushunchaga ega bo'ldilaringiz. Endi nafaqat Qor qoploni, qo'riqxonada 276 turdagi hayvonot dunyosi bor. Har bir hayvonot dunyosining o'ziga xos xususiyati bor. Bizlarga bu hayvonlar, tabiat, o'simlik dunyosi nima kerak degan savol bo'ladi. Qo'riqxonada yashaydigan bo'rilar sanitar vazifasini bajaradi. O'sha kasalmand hayvonlarni tutib, ular bilan oziqlanadi. O'sha kasallangan hayvon o'lgandan keyin unda qancha mikrob bo'ladi? U mikroblar oddiygina aytsak, daryolar orqali, suvlar orqali pastga oqib keladi, odamlarga zararlanadi. Qo'riqxonaning aksariyat hududi zarafshon archalari bilan qoplangan. Umuman qo'riqxonadagi daraxtlar va butalar agar hisoblab ko'rsak, butun O'zbekistonimiz atmosferasiga qancha kislorod ishlab chiqaradi odamlar sog'lig'i uchun. Yoshlar orasida targ'ibot, tashviqot qilib, tabiatni asrash masalasida o'zlaringiz fikrlaringizni yoyib, o'rtoqlaringiz bilan ham suhbat bo'lsalaringiz, bu albatta bizga foydasi tegadi. Biz Hisor davlat qo'riqxonasi haqida oldin ham ko'plab tushunchalarga ega edik. Biz bu filmda qor qoploni qanday ov qilishi, ularning hayot tarzini ko'rib o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarga ega bo'ldik.
mana shu G'iyla hududiga ayiq, yovoyi cho'chqa, tog' ichkisi, ana shular hammasi o'zimizning hududlarga bor. Tashqaridan bir odam keladi, bir ovchimi, bir boshqasimi o'shani silab mana bizlarning xodimlarimizga, yo mana direktorlarimizga, yo boshqa bir xodimlarga aytsanglar, o'shani mana bizlarning xodimlar borib, o'shani ollini ovlab, qor qoplonni tushirish uchun mana shifotologlarni qo'yish uchun mana qanday toq chig'ish, azob bilan mana ko'rib nima qilishlar. Ekologik targ'ibot ishlari yakunlangach, hamrohlarimiz bilan yana yo'lga tushdik. Qishloq va undagi tabiat manzaralari orqali olgan taassurotlarimiz xotiramizda chuqur iz qoldirib, safarning yangi qadamlari uchun ilhom baxsh etdi. Navbatdagi manzilimiz Turkito'g'on ziyoratgohi. Qor qalin yoqqanligi uchun ziyoratgohga yetib borishimiz oson bo'lmadi. Hozir Turkito'g'on ziyoratgohiga keldik. Aytishlaricha, Hazrati Sulton cho'qqisiga chiqayotgan sayyohlar, ziyoratchilar albatta mana shu joyni ziyorat qilib, keyin u yerga chiqish tavsiya etilar ekan. Hozir ichkariga kirib, shu va boshqa ma'lumotlarni mahalliy mutaxassislardan so'rab olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Turkito'g'on bu kishi Dasht Karbaloga borib, Hazrati Sulton bobo bilan ikkovlari bir joyga urushga kirib, bu kishi qo'mondon bo'ladilar. Shu urushni boshlig'i bo'lib, urushib qancha urushlar qiladi-da, arqa qaytib kelgan paytiga Samarqand Qarachi degan joyga bobo yarador bo'lgan paytiga vasat qiladilarki, agar men olamdan o'tsam, meni ikki dayroni arasiga ko'mib qo'yinglar. Samarqand vohasiga. Urush qizg'in bo'lgan paytiga boboni olib kelib, mana shu darani ichiga, mana shu yerga ko'mib qo'ygan ekan. Keyin o'sha joy mazorat bo'lib qoladi, odamlar borib ziyorat qilib qaytib keladi. Qisqa tarixlari mana shundan iborat. Bular 8-asrga shigi paydo bo'lganda. Mana bu aqib qo'ygan tosh Eshon bobomiz madrasaga o'qiyotgan paytlariga kelib, Temur bilan hadis yozgan. Mulla Absalom degan Eshon bobomiz bor edilar. Bu toshni yozganlarni 100 yil bo'ladi. Bu qabri Mahmud ibn G'ayloni bu kishi. Bu kishidan keyin bu kishi paydo bo'lgan birga. Bular aka o'qib bo'lgan. Bu kishi Mahmud, akalari Muhammad. Bular mana shu yerga tavallud topib, Arabistonga ilm olib, ikkovlari hadisshinos bo'ladilar. 300 dona hadis yozadilar ikkovlari. Hadislarni olib borib Al-Termiziy bobomizga hadya qilib bergan ekan. Al-Termiziy bobo hadislarni chiqarib, mana bu kishini o'zlariga pir ustoz deb tan olgan ekan. Ziyoratgohdan chiqayotganimizda bu yerdagi polvon toshda Jasur aka bilan bir kuchimizni sinab ko'rdik. Ko'tarishimizga ishonchimiz yo'q deydi. Qani Shahboz olaylik shuni. Hech bo'lmasa qimillataylik. Ket. Qani. Ya mayli. Muzlamaginda ko'taradi. Endi bilasiz aka, ana Qashqadaryo, Surxondaryo shu kurashchilarda, polvonlarda yurtida. Biz endi ko'tara olmasak ham, kimki agar mana shunga ishonch bo'lsa, bir 200-300 kilodan ortiq tosh ekan, mana shu joylarga kelsin. Mana shu toshlarni o'zim bir sinab ko'rsin. Challenge deydimi? Challenge qilaylik mana. Shu narsaga taklif etamiz yurtdoshlarimizga. Bu yerga kelgan odam faqatgina bu toshni ko'tarib kuchini sinab ko'rmaydi, balki biz ziyoratgohlarda ko'rib, atrofda aynalib tomosha qilib ketishlari mumkin. Faqatgina polvon emas, mana sayohatchilarni biz bilmaymiz qancha polvonlar. Bu yoqqa sayohatchilar keladi. Mana shularga mana tayyor challenge. Qashqadaryodan ham mana polvonlar bor, Sherali Jo'rayev deymiz, mana jahon chempioni Ruslan Nuriddinov bor, mana ko'tarib ko'rsin mana shuni. Qani kim o'ziga ishonsa mana shu joylarga kelsin, ko'tarsin, ziyorat qilsin, dam olsin, yurtimizda mana shunday joylarni tanitsin. Jasur aka, endi manzarani ko'ryapsizmi? Ha. Mana siz ko'p xorijiy davlatlarda sayohat bo'lasiz-da, mana shu dunyoning bir shimoliy hududlaridan qolishadimi? Mana shimoliy hududda ham faqat qor ko'rasiz-ku, ularda ham zo'r. Lekin mana bunaqa daraxt ko'rmaysiz-da. Qarang hozir. Bu quyosh bunaqa tog', bunaqa kerakli yo'q. Bu hali tekislik. Endi bu hozir mana shu kerakli kamida 50-60 metr kerak.
hozir o quyosh nuri tushgandan keyin qarang qanaqa chiroyli. Hozir bunda endi bu bahorda umuman boshqacha-da, mana qishda ham kelish kerak ekanda bu yoqqa. Qishda kelib yo'limizda davom etamiz. mana muzlamani tagi hamchi loy ekan. O naryoqda yo'lni qilgan. Agar shu muzlamadan o'tarsangiz yaxshi, o'tolmasangiz ham ularga loyga qolish ehtimoli ham bor ekan. Shuning uchun juda diqqatli bo'lib haydayapmiz. Oldimizdan yana bir kichik gez chiqdi. Bunday qo'lbola uskunalar aslida qishloq odamlarining tadbirli va ishni ko'zini bilishidan darak beradi. Ironliklar ajoyib xalqda. Mana shunday chekka qishloq bo'lsa ham, qiyin hududlarda yashasa ham ular ixtirochilik qobiliyatlari orqali o'zlarini hayotlarini ancha yengillashtirishgan. Mana shu GES 72 xo'jalikda tok bilan ta'minlaydi. 25 kilovat atrofida elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Qishda qurolli kunlarida, tokdan uzilish paytlarida bu GES ularni mana shu hayotlarini yengillashtirishga yordam beradi. Hammamiz pul mehnati bilan buni yasab ishlaganmiz o'zimiz. Bu qachondan beri mana shu xizmatda bo'ling? Bu 15 yil bo'ldi. Bir oyga, 2 oyga bir avtolarni, chimliklarini bir yog'lab qo'yamiz. Shu bilan ishlab ketaveradi. Bizga bundan bir hech bo'lmasa bir 10-15 ta hozir ishlayotgani bor. Bu yana ko'prog'ida, keyin mana hozir Sovet yaxshi bo'lgandan keyin hozir ko'p odamlar ishlatgan yo'q. Hozir davlat Sovet yaxshi kuni uchmayapti. O'shandan keyin bular ko'p odam ishlatmayapti. Bunisi hammaga bor edi bundan. Bu juda qattiq sovuqlarga muzlash mumkinmi bu? Muzlaydi. Arza qishki tekda odam qo'ygan biza biriga o'sha ertalab keladi, bir tekshirib, mana muzlarini maydalab, mana bolta nimalar bilan maydalab, yana tokni qo'yib yuboradi, yana tok chiqib ketaveradi tepaga. Yana odamlar ishlatiradi, yana erta yo endi o'sha ikkinchi sherakga yana tushib kelaveradi o'zi. Qishloq oralab ketyapmiz. Soy bo'yida to'xtadik. Qahramon aka mana shu soyning narigi betida bir sirli g'or bor. Qo'rqmasalaringiz unga ham kiramiz, dedi. Qiziqib ortlaridan ergashdik. Shu tomonda yana bir g'or bor ekan, shu g'orga qarab ketyapmiz. Kattagina g'or ekan-a? Ko'rinishdan chuqurga ham o'xshayapti, lekin bu farqli tomoni yuqoriga qarab ketgan ekan yo'l. Endi uni mana chirog'i ham yoqamiz, foydali. Ichkari qorong'iliklar. Endi panohgoh bo'lganligi aniq buni qachonlardir. Chunki mana qarang, qora bo'lib turibdi-ku, bu olov yoqqanda qachondir? Olov yoqqan. Suvni bo'yi. Suvni bo'yi. Mana bu yerda o'sha qadimiy odamlar yashagan bo'lishi tabiiy. Qahramon aka kirib ketdimi ichkariga deydi. Biz ham kiramiz endi. Ichkari bordi. Mana hozir yoqadi hozir. Qahramon aka. Qahramon aka. Qahramon aka g'oyib qoldi. Yo'q, tepasini qarang. Yo'l bor ekan. Mana ketdik. Mana shu sen chiqib ketaver. Ketaver, nimaga olib ketdik deysan? Pastdan qorong'i payti ko'rinmadi. Hozir mana chiroq bilan ko'ryapmiz, ancha yuqoriga ketgan ekan, yo'l bor ekan. Ana endi shuni ichiga chiqib ko'ramiz. Mang aka, shuni yordam bera olasizmi? Qani? Batareyaga tushib ketar ekan. Qahramon aka, keldingizmi?
Tepaga chiqib oldik. Endi mana shu g'orni ichki hududlariga qarab chiqib boramiz. Bu yoqqa kamerani cho'ntakka solmasa chiqish qiyin bo'lyapti. Men bu yoqqa nima ekanda? Juda tayg'inchoq ekan. Ha. Bo'ldi. Qahramon aka oyoq uxlamayaptimi? Chiqib chiqardi? Aybi yo'q. Bering chiroq. Ko'zimga tutyapti. Oyoq keldiring. Qani, ehtiyot bo'ling, juda tayg'inchoq ekan. Menga mana uni Hozir o'zim tayib ketdim. Hozir tayib ketyapman. Hozir 1 daqiqa joylashib olay. Qani? bo'ladimi? Juda ehtiyoj bo'lish kerak. Yotgan bo'lishi mumkin. Ha, ayiq uyg'onib qolmasa bo'ldi ish qilib. Chunki hozir ayiq uyqu pallasida ayni tavdagi uyquda, o'sha uchun ayiq ham tugatgan bo'lishi mumkin deb. Aka ehtiyot bo'ling. O'tolasiz men chiqaymi tepaga? Qoching. To'xtang, men qocha olmayman. Mana. Chiqish osondek tuyulsa-da, yo'l bermayotgandek, o'zidan itarayotgandek tuyulmoqda bizga. Yoki Qahramon akaning qo'rqmasalaringiz degan gapi yurakka hadik soldimikan? Ancha chuqur bor. Tosh ekandan keyin ustiga tuproq jinslari tushganda hozir oyog'imiz loy-ku. Ana shunga sal tayg'inchoqlik qilyapti. Bo'lmasa tekisi yo'q. Chiqasizmi? Shuning uchun iltimoslardan jar tepasiga chiqish shart emas. Shart emas. Xudo xolasa berga yana bir sayohat uyushtiramiz. Tosh bo'lsa qulab ketmasin yana. Yo, toshlar baquvvat. Qani? Jasur aka. Yo, fanar tutib turasizmi? Lekin sifat qilganda oyoq tuproq borda mana tuproqqa ishonib bo'lmayapti-da. Juda xushyor bo'lib chiqish kerak ekan unga. Qandaydir bir yungli narsa ham ko'rinyapti. Mana bu nima edi bu? Lekin xazina yashirilgan teparoq. Aha. Bu alohida. Ko'ryapsizmi? Yungli narsa o'xshayapti. Nima o'zish? Nima yana shu? Bu yoqqa birov posta yurib qo'ymaganmi? Qani chiqasizmi aka? Chiqing. Birinchi joylashib oling. Joylashsa bir muammo ekan. Ha? Mana shu yerdan oyoqni qo'ying. Chiqing. Tushib ketayotgan battar ehtiyot bo'ling. Mana bu yerdan chiqishlaring kerak esa. Qayerda? Mana. Bu tomondanmi? Ya bu tomondan chiqish mumkin, oxiriga kelib yog'i yurmasdilar. Mana shu yerga kelasiz, ko'ryapsiz? Ha. Bo'ldi. Ana qilasizmi? Ha. Ana. Nega tutasiz? Mana bu. Yo, toshlarini tushib ketar ekan, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Ha. Osmonga tushishmi? To'rt 5 metr yuqoriga chiqqanimizda Jasur akaning qo'lidagi chiroqning quvvatlagichi tushib ketdi. Butun atrof zimiston bo'lib qoldi. Nima ketdi Jasur aka? Fanar ketdi, fanar. Fanar ketdimi? O'zingiz ketmagan bo'lsangiz bo'ldi aka. Qorong'ida ko'rmayapman sizni. Qo'lga turishi noqulayda. Chiqib nima qilasiz? Tushsangiz endi. Bo'ldi, mana. Bu holat ham yetmaganidek birozdan so'ng telefonini tushirib yubordi. Bizdagi hadik o'rnini biroz qo'rquv egalladi. Yo'q. So'zni qayerda turibsiz hozir? Ko'ryapsizmi meni? Ko'rayotganim yo'q-da. Oyoq tayib ketyapti. Oyoq kiyimda ichib tushamizmi? Ortga qaytdik. Men qolib ketdim. Oyog'im tolib qoldi. Tusha olmayapman men. Qahramon aka tezroq tolib qolasiz. Avvalgi shashtimizdan asar ham qolmagan. To'xtang, men qolib ketyapman. Mana nihoyat mana chiroqni oldim. Endi esa uni bir amallab pastdagi sheriklarimga berib yuborishim kerak. Bo'lmasa o'zim tushish qiynalashadi. Shunda ular yoritib tura oladi. Jasur aka ola olasizmi shuni? Oyog'imga ilashtiryapman. Faqat ehtiyot bo'ling, tushib ketmasin. Bor kuchim yetgani shu aka oyog'im. Oyog'im yoy. To'xtang, ishladingizmi? Ha, ingishtirdi mana, bo'ldi. Voy, tushib ketmadimi? Qadimda ustaxona bo'lgan ekan, shuning uchun ham shifti qorayib ketgan bu yerda. Mana shunday hozir
osilib turibman, yotib bo'lmasa chiqarib bo'lmaydi. Atrof zimiston, hech narsani ko'rishga iloji yo'q. Mahbus! Asta tushing! Aha, Tushing pastga! bo'ldi. Pastga tushing! Xo'p. Ayo, молодец. Aha, bir Normalnilar. Qarang, o'ngga. Mana to'xtang, bering. Yo'q, joy ayting Bering. aka. Bering, oyoqni bering. Mana. Xo'p, Mana bunga, mana qarang. Ha. Mana. Mana. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, Keyin- keyinchi. Chaproq, Chaproq, tushiring ayo. chap oyoqni sal Bo'ladimi? ana shu yerga. Qotdi. Hozir bir qo'lim bilan bir narsa ishlab olay. Ushlang. Asta, mana buni ushlang. Mana bu yo'q emas. Qaysini? Mana. Yorim, boring, yorim. Yana pastga. Ana shu. Aha, Endi tushing. bo'ldi. Endi qayga tushay? Mana o'ng Ana chap oyog'im tagi nozik. Ha, bo'ladi ana shu. Aha. Hey, yo shoshma ayoqda. Ha. Bo'ldi. Endi yana. Yana tushay o'ng oyoqni. Yo'q, O'ng oyoq, o'ng oyoqni. O'ng oyoq tushira olaman. Siljing. Bo'ldi. Mayli, Aha. bo'laveradi. Bo'l. Bo'ldi. Ayni tushdi. Ye, o'ziga shukr. Pastga tushgach, xotirjam nafas ola boshladi. Ha? Yana bir bor shu hayotimizni qutqarib qo'yganingiz uchun rahmat aka. Rahmat. Bo'ldi. Aka, biroz shu yerda bir nafas ura olaylik-da. Bu juda qadimiy g'or, bir necha asrlik tarixga ega. Tepasini ko'rdingiz. Umuman hali oxiri yo'q. Juda qorong'ilashib ketadi oxiri. Sizlar buni yarmiga bordilar. Hozir 300 metr yurdilaringiz. Lekin juda xavfli. Men o'zim qo'rqdim to'g'risi. Mana shu G'ilon qishlog'iga chiqish joyida bu. Azaldan beri aholi uchun qishni qirovli kunlarida, masalan, shaharga tushgan, safarga chiqqan odamlarda uchib panagoh vazifasini bajargan. Hattoki shu yerda tunab qolgan. Bir necha yil avval aynan qo'riqlash xodimlari tomonidan qo'riqxonani ana shu yuqorida, eng tepada ayiqda, demak, uyasi bo'lgan va ayiq o'sha qish davrida shu yerda qishlagan. Asosan ayiqlar uchun qishlash uchun qulay sharoitga ega g'or hamda o'sha aholining hozirgacha mana ko'ryapsiz, aholi kelib, dam olib ketadi. Avvallari transport qatnovi kam bo'lgan. Odamlar ot ulovda qatnov qilgan. Ot ulovda qatnov qilganda mana pastda demak ot ulovlari uchun joy, mana bu turgan joyimiz alohida zinapoyalari bo'lgan. Endi yomg'irlarda yemirilib ketgan. Odamlar uchun dam olish joylari ham bo'lgan. Tarixiy me'moriy yodgorlik sifatida ro'yxatga olinsa, bu yerga turistlar kelish oqimi ham ko'payadi, qiziqish ham ko'payadi. Umuman bunaqangi joylar ko'p, lekin bu g'or o'zini jozibasi bilan, mana siri bilan, hamma tomoni sirli. Tunnel shaklida ko'ryapsiz. Bitta tosh tushgan yo'q, boshqa bo'lgan yo'q. Alohida ajralib turadi. Mahalliy xalq tomonidan bu joy e'tirof etiladi. G'ilon xalqi uchun bu bir aziz qadamjoda ega. Ayiqlarda hozir uyqu mahali, bu yerga shovqin-suron qilmasdan astagina ketganimiz ma'qul. Marhamat. Maslarni qo'lingizdan bering. Hozir Bir necha marotaba sinovdan o'tkazish kerak. Chunki qo'l bilan ushlangan joy agarda mustahkam bo'lmasa, inson hayoti uchun xavfli bo'ladi va oyoq qo'yayotganda, qo'l bilan ushlayotganda o'ziga xos bir alpinistik mahorat kerak. shu balandlikdan chiqish ham tushish ham bu adrenalinda. Odamlar nima uchun balandlikka chiqadi degan bir savol bor-da. Bu uchun adrenalin qidirasizda. O'zi bo'lmadi, o'zi chiqishni o'zi bir qo'rqinchli edi. Orada endi apparatlarimiz, telefonlarimiz tushib ketdi, ko'rdik, o pastga qanday qilib yumalab ketgan. Lekin adrenalin kerak-da baribir. Sizga ham adrenalin bo'ldi-da. Mamat aka yeymiz. Mamat aka qarang. Ayrılıp ketgandan ko'ra men shuni Mana bu yerda ham o'sha g'orning yonida kichik bir qismi bor ekan. Mana u. Qani ichkariga kirib ko'raylikchi. Aya bormikan, ha? Nima o'ylaysizlar? Qani? O. Ancha chuqur ekandir. Bu. Mana bu yerda esa o'ra qazilgan. Kullarni o'rdi. Mana ko'rib turibsiz, ichkarisida odam bemalol tikka turib yura oladi. Harakatlanish mumkin yoq-yoqqa. Yerda hidi kelyapti bor-ku. Zax bilan birgalikda. Ajoyib.
Bu tomondan esa tashqarini ko'rib turish mumkin. Bu g'or narigi g'orni bir kichik ko'rinishi ekan. Narigi g'orni bir kichik qismi ekan. Bemalol ichkarida dam olib hordiq chiqarish mumkin. Ajoyib panohgoh. Mana buni atrofini qarang. Qanday qismlar bor. Mana shunday ulkan xarsang toshlar bor. Shuningdek, mana bu tarafdan balkim narigi g'orga bog'lanib ketgan joyi ham bor ekan. Kuzatuv ishlarini amalga oshirsa ham bo'lar ekan. Mana tepada ko'ryapsizmi? Nur tushib turibdi. Qachonlardir bu yerlarning yuzi mana shunday qashaklar bilan yopilganda bekilib qoladi va harbiylar uchunmi yoki o'sha qadimda odamlar uchun ajoyib panohgoh bo'ladi. Atrofni kuzatib turish mumkin, sizda esa hech qanday hech kim ko'rmaydi. Bu yerda bundan tashqari ham kichik tuynukchalar bor ekan. U tuynukchalarga to'g'ri odam sig'maydi, lekin ularda turli xil tulki, quyon singari yoki jayra singari jonivorlar qishlashi mumkin. Qo'riqxona direktori Qahramon aka Normuhammedov men ishga bormasam bo'lmaydi. Bu yog'iga sizlarga o'rinbosarim Farruh hamroh bo'ladi, deya biz bilan xayrlashdi. Miraki bo'limi tomon yo'l oldik. Mirakining betakror tabiati, qalin o'rmon zori, yovvoyi jonivorlari bilan tanishish istagingiz bo'lsa, dasturimizning keyingi sonlarini ham kuzatishda davom eting.